Tomatni ya, far sut beraysiz bu. Necha litr sut beradi? Agar yaxshi yem berib tursak 10 litrgacha sut olamiz. Chunki bu rossiyskiy paroda 2015-yillarga men uni viloyat hokimi nomlari bilan chetdan olib kelingan mol bu. Shu vaqtgacha men ko'paytirish joyiga men bankrotlik holatiga kelganim sababli hamma mollarimni sotganman. Shukrona bunisi chora fermerim bor, unga men kredit ola olmayman. Sababi hamma joyini yopib qo'ygan menga qarshilik qilib. Batafsil yerlarim yoniga borib sizlarga tushuntirib beraman. Fermer xo'jaligimni 2008-yilga tashkil etganman. 17 gektar yer olganman. 2009-yilga optimlashtirish bo'lgandan keyin meni yerimni oldilar. Har qayerga murojaat qilib yurganimdan keyin 2009-yilga O'rtacho'l massifiga yo'rdilar. Bu yerdan 30 kilometr. 30 kilometr menga o'sha yerdan 60 gektar yer qo'shib berdilar. Men 2009-2011-yillarga o'sha yerda ishladim, faoliyat ko'rsatdim. Menga yana sen qiynalding dedilar. 2011-12-yillarga yana o'zimning hududim ana Siyosbiyon hududiga qaytardilar meni. Shodiyev Niyoz Ne'matovich fermer xo'jaligidan menga 27 gektar yerni menga qo'shib berdilar. Arza yozib berdim. Arza yozib bergan ijara shartnoma tuzib berishlari uchun buni yoshirdilar. 8 yil men xat yozganman. Ana 1 gektar parningni oldi bular. Shuni solig'i ham menga aydi. 8 yil men xat yozdim. 12-yildan 20-yilgacha yozganman. Sani ijara shartnomang yo'q deb beribdilar. Men boraman, hech kim ijara shartnoma tuzib bermaydi. Oxiri keyin 20-yilga kelganda menga ana shu Jo'rayev Alisher bilan Muhiddin Turdiyevich menga ijara shartnoma tuzib berdilar. 20-yil 29-avgust kuni sertifikatga imzo qo'ydirishga bordim. Sertifikat degani chikanka puli olish kerak, yerlar kasallangan chikanka qilish kerak edi. Bank menga 1,5 million pul berdi, bor dedi, sertifikatga qo'l qo'ydirib kelasan dedi. Qo'l qo'yib kelasan degandan keyin men bordim u yerga. Qo'l qo'ymayman, sen chikankan qilinmagan dedi Jo'rayev Alisher. Keyin men aytdim, yo'q, meni yerim kasallangan Alisher, bergi men qiynalyapman. Havo issiq, pandemiya vaqti o'sha vaqt. Ham o'zim ham koronavirus bo'lgan edim. Keyin sen dedim, qonundan gapiryapsan, 1 gektar parningni mendan chiqarmading-ku dedim. Parningni qo'yding, menga solig'i chiqarib ber dedim, qilmading-ku shuni dedim. Shu gapga meni turib urib ketdi-da. Shunga yonimga tanish fermerlar ham bor edi guvohlikka. Men tuman hokimiga chiqib murojaat qilaman deganimcha u borib ko'ylagini yirtgan. Men ko'ylagini ham yirtganim yo'q. Men itargan, meni urgan vaqtga itargan, meni qo'limni dog'i qolgan ko'ylaga, lekin men uni ko'ylagini yirtganim yo'q. Keyin menga Muhiddin Turdiyevich aytdiki, "Sen dedilar, uni ko'ylagini yirtibsan. Xuddi go'yoki men pul ishlash uchun kirganman uni oldiga. Shantajlik maqsadiga kirganman. Ammo 1,5 million pul olgan bo'lsam ham o'zimning ish haqqimni olganman, paxtaga ishlash uchun olganman." Keyin shundan keyin meni urgandan keyin shu bugunisi meni o'g'lim, mana shu 3-o'g'lim turib ketdi, Behruz degan o'g'lim ketdi, nima uchun sizni buni uribdi deb. Ketgandan keyin men lekin Alisherga telefon qildim. Men bilan urush qilgan bo'lsang ham, men bilan aytib eshitasan, o'g'lim bilan uraver, qilmagin deb aytdim. Bir telefonni ko'tardi, qaytib ko'tarmadi. Ungacha meni o'g'limni gruppovoy bo'lib, Umid degan yigit, o'zini ukasi ko'pchilik bo'lib chaqirganlar, o'sha tuman hokimining eshigini taka kamera bordi, uni ham yashirdilar. Meni o'g'limni urganlar, behush bo'lib yiqilgan, jo'ralari bo'lgan, jo'ralari ajrataman degan vaqtga kelishga qo'ymaganlar, qarshilik qilganlar, kelib ajratishga xohlaganlarda urganlar. Meni o'g'lim o'sha yerda behush bo'lib qolgan. Menga aytmadi yomon bo'lganini. 2 kundan keyin o'g'lim yiqilibdi, shokka tushibdi, ketamiz. Nima bo'ldi desam, meni quchoqlaydi-yu, gapira olmaydi. Keyin shundan keyin balsaga yotdik, gapirmaydi. Keyin 3 kundan keyin balsadan uyga olib keldim, yana yomon bo'ldi. Yana qaytib borib tomografiya qilsak, u sekinlik bilan ta'sir qiladi uchun tomografiyaga chiqdi. Miyasini tomiri uzilgan, bir yog'i yaxshi ishlamaydi, qo'l oyoqlari suturgi berishi boshladi. 26-dekabr kuni viloyat hokimining qabuliga kirdim. Ana Muhiddin Turdiyevichga "Seni ham farzanding shunday bo'lsin" deganimga Turdiyev meni haqorat qildi deb 3 moshin odamni olib borib, meni sudga berib, guvohlik sifatiga o'z xodimlarini guvohlik qildi. Meni guvohlarim hisobga olmadi, menga ham guvohliklar berdilar. Meni urganni ham videoga olgan, mana internetga chiqqan biza. Men to'g'ri urgandan keyin men haqorat qilganman, chidab bilmaganman. Meni yuzimni shishganni olmadi-yu, meni haqoratimni olibdi.
qayerga bormay kameraga ushuntiriladi. Bironta sud hisobga olmaydi. Uy qamog'i berdi oldin. Uy qamog'i berdi 9 oy. Uni advokatim Saida apa uni 11,5 million jarimaga aylantirdilar. Undan keyin nimagacha bordik? Oliy sudgacha bordik. O'rerga 5,5 million jarimaga aylantirdilar. Shundan keyin mana yerimni oldi. Yerimni olib qo'ygandan keyin mana shu yerimga hozir zax yerida ikkita fermerga berilib, tashlandiq holatiga keltirib qo'ydilar. Buni men qishlog'im bilan birgalikda asfalt qildim. Ming mo'shillab qumni tashadim. Ana shu asfaltni hozir aholi bilan birgalikda men bo'shligimga bo'lgan. Shundan keyin menga tekshirish tashadilar. Bu asfalt qanday qilay ekan, odamlardan pul oldimi deb har bir xonadonga Muhiddin Turdish odam kiritdiki, buni yamonlab yozib beringlar deb. Lekin rahmat, aholi biz qishlog'imiz birontasi meni yamonlab yozib bergan yo'q. Hujjatlar bilan tanishsangiz, chiqargan videolarim bilan tanishsangizlar, batafsil hammasini tushunib olarsizlar. Men tushuntirib bera olmayotgandirman, chunki muammom ko'pligi uchun tushuntirib bera olmayman. On 12 gektar yerni o'zi auksionga berganlar zax chiqardi. Ana bu atrofdagi yerlarni sug'urdi-ku, bunga zax chiqadi. Men bir necha bor keltirib ko'rsatganman. Zax chiqqandan keyin men majbur bo'laman, men ham suvni o'chib yoraman. Zaxni pastga bosish uchun. Shunga men shu yerdan 20 sentner paxta olardim. 35-30 sentner qo'yadilar. Mana shu yer meni orqaga tortardi. Boshqa ekinga qo'yib beringlar deganimga mumkin yo'q derdi. Lekin mendan yerni qaspa-qas olish uchun o'rmonchilik deb berdi hozir. 20-yilga menga qaror chiqartirib bergan 23 gektar yerga отдельный qaror, 50tasiga отдельный qaror chiqartirib bergan 46-48 gektarga, hammasi bo'lib 68 gektar ekin yerga. Shunga 2 marta qaror chiqartirgan. Oliy sud shuni isbotlab berdi. Sen noto'g'ri qaror chiqartirgansan deb berdi. Mendan olish maqsadiga zax chiqqan vaqtga kelib, viloyatdan mutaxassislar kelib, haqiqatan ana zax chiqay ekan, ber o'rmonchilikka loyiq deb auksionga chiqarish uchun davlatnomalar tuzala. Meni chaqirmaylar. Mensiz tuzala. Lekin men chaqirgan vaqtga mumkin yo'q, boshqa ekinga bera paxta ekiladi deb paxta qo'yib, meni paxta ekishga qo'yib rejani bajarmadi deb meni bajarmadiga chiqarib o'tirdilar. 2022-yilga mana bu yerlarimni olgandan keyin men auksiondan kirib yer oldim. Bu Xudoning ishida 18 gektar o'rtacho'ldan chorva oldim. 157 gektar paxta g'alla yo'nalishiga olganman. Bular meni shunga ham sudga berdilar. Nima uchun bu yerni bu olarkan deb. Chunki bular o'zaro kelishib, o'zlarining odamlariga chiqarganlar. Auksionga hamma kirishi huquqi borligi uchun men kirib oldim. Meni kirib olganim sababi men ham yerimni olding deb men to'g'risini aytishim kerak. Olmadan bu gap yo'shintirib bo'lmaydi. 12 ta 9 qo'yib olganman. 12 ta 9 degani oxirgi summa milliard bo'lar ekan. Lekin meni bayonnomamga bor shu summa. Shartnomamga yo'q. Shartnomamga to'lov grafigi yo'q. O'sha yilga to'lov grafigi chiqmagan. Hozirgi vaqtda auksionga yer olsangiz to'lov grafigi chiqadi. 3 kun, 5 kun ichida to'lovni to'lamasangiz bekor bo'lishi kerak. Meni yerim bekor bo'lgan yo'q. Men bilan Bahorchens klasteri, hokimiyat sudlashdi. Ana shu 3 yildan bu sudlashib kelyapmiz. Sud bir marta menga ijara shartnomani o'zgartirish qilaylik deb sudga berdi, ham to'lovini to'lasin deb berdi. Sud rad qilib berdi. Shartnomani o'zgartirib bo'lmaydi, to'lov yo'q bunga deb rad qilib berdi, meni foydamga hal qilib berdi. Yana bular oldi-yu, boshqa xil qilib sudga beryapti. Boraman yerga ishlashga 23 ham bordim, 24 ham bordim. Auksiondan 157 gektar olgan yerimga G'afforov degan nodir keladi, yer meniki deydi-yu. Sani ustingga ana bu uchastkani aytadi, ustingga uchastkani yiqitaman deydi. Jim o'tiraman, o'zi chidab bo'lmaydi uning haqoratlariga. Ha, joyiga o'rganamiz deylay, kelalay, to'da bo'lalay, meni urushga qo'yalay, bor hujjat tayyorlaylar. Bu urdi, bu haqorat qildi. Sud ekspertisiga ham hayron qolamanki, u meni bir qo'limni ko'rsin. Qani men o'shanga qo'limni uraman. Boradi, bir joyini tirmalab keladi, ana men ana berim tirmaladi deydi. Yo peshonasini urib yorib keladi, boradi, o'tib keladi. O bir sud ekspertga ham bor-ku vakolat. To'xta qani chaqiraylik, qani uni qo'lini izi bormi, yo'qmi? Mana shu 3 yildan bo'z menga turli xil tuhmatlar. 1-mart kuni meni uydan kelib olib ketdilar, san dedilar, ana viloyat gen prokuraturaga nima ariza bergan ekaning.
ana sen işingni ko'rib chiqay kala deb mana 4-5 kishi kelib olib ketdi-yu, o'rab o'rganimdan keyin o'tiribman, unisi aldab olib o'tiribdi. Keyin bir chiqibdi, nimadan keldi, unaqa qamoqqa to'shiydi-ku, mashin, konvoy mashinlar bilan kelib tushdi, bitta ayol, bitta erkak. Ha, sizga ana qamoq jazosi chiqqan. O'shanga men qo'rqmay chiqib ketdim. Mayli, o'sha yerga borayman, ishim hammasi ro'yobga chiqadi, nima gapligi chiqadi deb bordim. Ha, zo'r bo'lsa dedim, zalog qo'yib chiqaman dedim. O'sha zaloggacha muhtoj qo'yilmagan, srogini o'tkazib, zalog ham qo'yish vaqti o'tgan, meni qamayibdilar, aytibdilar, ot bozorga qo'ydilar. Ha, xuddi-ku bir mehmonxonaga o'tirganda o'tiraverdik, lekin meni farzandlarim men deb g'am yeb kasal bo'ldi. Men o'sha yil o'rta cho'ldagi yerimga bug'doy ekkan edim. 36 gektarga 157 gektar tutqundan mefesiga qarashi o'raman bug'doy ekkan edim. Mana shu ikkilamchi yerlarimga bug'doy ekkandim. Hammasi 70 gektar bug'doyim bot bo'ldi. Ana Azamat aka degan klasterimiz boshliqlari dori berganlar, ularni ham ishchilari qiynaltirib o'g'limga bergan. Sana uning qamalli, shantaj degan, meni o'g'limni qanchalik xafa qilgan. Chunki bitta nabiram kasal tug'ildi. Hatto o'sha nabiramgacha tanaqillan shu G'afurov Nodir. Fohisha deydi, qaysi bir fermer qo'shimga bo'lmasin, o'sha fermerni menga to'g'rilaydi. Birontasi chora ko'rmaydi. 24-yilga meni 44 kun qavagandan keyin keldim. Yangi hokimimiz Otabek aka keldilar. Biza qararlar urush qilamiz, o'sha bilan spor qilamiz, kirishga qo'ymaydi. Sen ham ekmaysan, bu ham ekmaydi yerga dedilar. Xo'sh deb chetga chiqib o'tirdim, lekin mana chiqordilar, unaydi 24-yilim. O'zlari kirib, cho'llarni o'rgan, mashinalarga yuklagan, qaysi mashinaga yuklagan nomerlari bor, qaysi kombayn kelgan, xorazmliklar kelgan, to'xtatdik. Hamma ekin to'xtatdik. Sudam bo'libdi. Sudga iltimos qilib-ku, ekinni taq qo'yib bering. Soliqni to'lash maqsadiga sotaylik-u, soliqni to'laylik. Bular falon klasterga saqlash qilamiz, paxtani ham saqlash qilamiz deb davlatnoma tuzala. Lekin men ketgandan keyin kechasi yana hosil o'g'irlab ketalar. Oxiri shunday bo'lib soliq menga qoldi, ular hosilni oldi, lekin sudam taq qo'yib chiqaribdi. Shu kunga yana namozgarlikka meni ishdan olaykan deb qaror bekor qilibdi. Hosil qarorini. Platformadan o'taman, shartnoma qilaman, kredit deb boraman, bermaydi. Chunki hokimiyat aytadi, berma deydi, yerga deydi, G'afur Nodir o'zi ishlaydi deylar. Ular bilan birgalashib ekib olalar. U yerlarni shunday holatga keltirdilarki, qamish bosib ketdi. Men shu yillik 25-yilga paxta ekdim, shunga ham menga G'anif Nodir, sen ekolmaysan, senga qaror chiqqan. Tuman hokimimiz menga ijara shartnomani bekor qilinsin deb qaror chiqartirdilar. Sababi 33 milliard to'lagin deb meni bular sudga berdi-ku. Shunga kurashib advokatim bilan Oliy sudga borganimizda meni foydamga hal qilib berdi Oliy sud. Menga kredit kechiktirib berdilar. Men paxtamni to'rtta bilan ekdim, yerlarni dabdala qilgan edi. Bir balo qilib ekdim, qiynalib 6 talik selka bilan ekkanman, unga kultivatsiya qaytib tushmadi. Iltimos qildim. Uyimni zalogga qo'ydim. Ber, men pul ber, men kultivator qaytib taxlayib, kultivator kirgizaman, paxtani kesadi. Agar o'sha kultivator bilan paxtamga ishlov bersam, paxta yerga paxta qolmasdi. Qiynalib bir oyga kultivator taxladim. Paxtam kechikib ketdi. Keyin dori sepish vaqti keldi paxtaga. Dori sepamiz. Kelibdilar, men dori sepishdan to'xtattiribdilar. Dori sepishdan to'xtattiribdilar. Ha, dori sepma, u 15 kunga, 20 kunga ta'sir qilar ekan. Ta'sir qilmaslik arafasiga turibdi. Ha, sepmagin, cho'piq qildiramiz dedilar. Xo'sh dedim. Viloyat hokimi keldilar. Gruppa bilan keldilar. Men to'roqqa o'zib chiqqanim uchun viloyat hokimi ham aytdilar-ki, Botir aka, bunga pulni bermanglar qo'liga. Pulni bermanglar, chekni olinglar, cho'piqchi chaqirib o'zlaringiz cho'piq qildiringlar. Xo'sh dedim, men chekni beraverdim. Meni bir 400 million pulim talon-taroj qildi bular. Dori sepishga qo'ymadilar, ungacha u yerlarni o'zi ular har narsa ekib qamishga bostirib ketganlar. Qamish bosib ketdi. Noiloj chetga chiqib o'tirdim. Endi chekni bermasam, cho'piqchilar ishlamaydi. Men faqat chek beraman, cho'piqchilarning yoniga kelib ketaman. Tamom chetga o'tiraman. Hozirgi kunga ham cho'piqchilarga 30 million pulni bermadilar. Cho'piqchi Oydin degan qizimizni bular samasut qildilar. Oldiniga pulni beraverdilar. Sen odam yozib olding dedilar, unga tuhmat qildilar.
man hech kim bo'lib qoldim. Qiziq joyi shundaki, to'lovi menga. Kreditni men to'layman. Xo'sh dedim, bir balo qilib qiynalib paxtani yaratdik. Chiroyli paxta bo'ldi. Qayergadir doğru sepgan joylarim zo'r bo'lib ketdi. Cho'piq qilgan joylarimga qaytib suv kirgandan keyin yana o't bosib ketdi. Agarda meni o'z holimga qo'ysalar, o'z fikrim bilan ishlaganimga undan ham ortiq paxta berib bilardim. Paxtamni ham o'zlari terib olib ketdilar, bank bilan birga, klaster bilan birga. Cho'piqqa shunday qildilar, paxtamga shunday qildilar. Meni ana shu 100 tonna paxtam yerga qolib ketdi. Men shuni evaziga qarzga kirib qoldim. Men nima demoqchiman? Mo'shin terilgan rasvo teradi. Endi klasterni ham to'g'ri tushunishim kerak. Klasterni sababchi qila olmayman. Chunki meni sababchi qila olmaganim sababi men ana shuncha tazyiq chekkanimga meni klaster qo'llab kelgan. Azamat aka menga yordam berganlar. Lekin hozirgi kunga qarzing ko'paydi deb, bor qarzim tan olaman, tan olmasam xudoga xush kelmaydi. Lekin iltimos qildim Azamat akaga, o'zingiz menga kredit bering, bankdan olmay, vaqtiga ishlatib olmayman, qiynalaman dedim. Pulim yo'q, bera olmayman deb aytdilar, lekin bu kecha kunduzga hozirgi kunda mana shu uyimni zalogga qo'yib olganman. 300 millionga qancha kreditim qolgan, yopolmay turibman. Maqsad uyimga qaratish. Maqsad mana o'sha uyimni savdoga qo'yish. Qarzga kirdim. Bank orqali qarzga kirdim. Hokimiyat sababli sudga qaror chiqartirgan. Bank boradi, senga ijara shartnomang bekor bo'lgan ekan deydi, menga kredit bermaydi. O paxta ekilgan, paxta yerga, men yerga ishlasam o'sha yerdan olasan. Bizga klasterdagi vakolatni bersin. Bersin fermerga. Fermer o'zi to'lasin, sotsin, o'zi chigitini sotsin. Ha, berilganki degan savol beradi, lekin bir uchini boshqasiga ulab qoladi. Biz shaxsiy kredit ola olmaymiz borib. Uy zalogga qo'y. Ana bir xaym meni 3 ta uyim bor uchun bittasini qo'ydim. Lekin hamma fermerga zalog yo'q. Fermerning ahvoli bad. Fermer, endi fermer ham shu ishga bog'lanib qolgan, majbur ishlab yuribdi-da. Fermerlarga imtiyoz yaratib bersinlar, yo yerini zalogga qo'yib kredit bersinlar. Bilmadim, men zalog sifatiga gapira olmayman, chunki fermerni bor texnikasi ham u kreditga yo lizingga qo'ya olmaydi. Shu iltimos qilaydim-ku, fermerga bir imtiyoz yaratib berib, to'g'ri, o'zi sotsin degan joyi bor, lekin biz o'shanga kirishib bora olmaymiz. Ola olmaymiz kredit. Mana men uyimni zalogga qo'yib olganim uchun men talab qilaman, iltimos qilaman, meni paxtamni o'zim to'lasin sotishga. Klasterga paxtam turibdi. O'zim sotay, chigitini to'lasin, o'zim sotsam men qarzdan chiqib ketaman. Bilmadim, meni chiqmagan joyim qolmadi. Endi oxirgisi prezidentimizdan himoyani kutaman. Prezidentimiz bilan birgalikda baribir ishonaman. Prezidentimizga Saida Mirziyoyevani qabullarga yozdirdim. Iltimosimki, ana shu topshirgan paxtamni o'zim to'lasini sotsam, qarzlarimdan qutulsam.